Men yillar davomida bu savolimga hech qachon javob topolmadim. Menimcha, javob topolmasdan o'lib ketsam kerak agar. Nima uchun faqat musulmon davlatlarida adolatsizlik, haqsizlik, haq talab qildimi, bo'ynini egdirish, tahdidlar, ayol o'limi, bola o'limi, korrupsiya, nimaga mana shunaqa narsalar faqat musulmon davlatlarda deymanda? Nima uchun bizning ekonomiyamiz chiroyli emas? Не только bizanda, hamma musulmon davlatlardan hozir gapiryapmanda. Ekonomiya chiroyli emas, ya'ni bunda uyni ijara puli, yeb ichishingiz yoki boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda oylik maosh tayinlanmaydi-da. Oddiygina kamgina oylik tayinlanadi. 2 million oylik bo'lsa 3 million ijara puli. Ya'ni 3 bo'lib qoladi, даже yetmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Nima uchun masalan Amerika musulmon davlat emas, Germaniya, Izrail bular masalan musulmon davlat emasda? Nima uchun ularda ekonomiya juda ham chiroyli? Nima uchun chiroyli yashaydi? Хотя бы qorni to'yadi-da, o'sha oyligiga, olgan oyligiga. Nima uchun bizani davlatlarda shunaqa? Germaniyada masalan muhojirlarga ham ishsizlik nafaqasi beriladi-da. $2500 shunaqa. Bola puli beriladi, necha ming dollar. Nimaga bizada unaqa emas? Nimaga bizada ijara puli 2 million bo'lsa-da 400 ming, 300 ming bola nafaqasi beriladi-da, masalan. Shu narsaga hayronman. Ishsizlik nafaqasi so'rab borsanglar, 1000 turli bahona topib beradi sizni qo'lingizga, что sizga ishsizlik nafaqasi bermasligi uchun. Boshqa ishga borasiz, birdaniga pastil taklif qilinadi. Musulmon davlatlarini aytyapman-da, pastil taklif qilinadi. Siz u pastiliga rozi bo'lmasangiz, siz qorningizni ham to'yg'iza olmaysiz, bola chaqangizni ham boqa olmaysiz. Boshqa ham bo'lmaydi. Keyin siz o'sha narsaga rozi bo'lib, fohisha bo'lib ketgandan keyin ayol aytadiki, bu fohisha. Erkaklar o'zi o'shani fohisha qilishga majbur qilib, nima deydi, boshqa chiqish yo'li qoldirmagandan keyin, majbur fohisha bo'lgandan keyin aytadiki, bu fohisha. Nimaga musulmon davlatlari shunaqa? Yo, men adashyapmanmi? Agar adashayotgan bo'lsam, yozib ketishlari mumkin. Men bunaqa emas, men bunaqa. Bu meni fikrimda, bu meni tushuncham. Chunki men bu savolni javobini hech qachon topolmayapman. Nimaga hamma musulmon davlatlarda shunaqa? Hamma musulmon davlatdagilar qiynalib yashaydi. Faqat qiynalib, o'sha boshqa davlatga ketishni orzu qilib, o'sha xristianlar bilan birga yashashni, ularning qo'lida ishlashni, o'sha yerda yashashni orzu qilib yashaydi musulmonlar.